e'tibor bering. Immunitet kuchli bo'lmasa, ro'za qiyin o'tadi. Qishdan keyingi holsizlik, quvvat pasayishi, shamollash erkaklar uchun jiddiy signal. Prostamix tabiiy tarkib immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Erkaklar quvvati va umumiy holatga ijobiy ta'sir qiladi. Ro'za oyiga tayyorgarlik hozirdan. 50% aksiya faqat cheklangan miqdorda. Hech qolmang, mutaxassisdan bepul konsultatsiya oling. 55 kodi bilan 513 9999 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Fransiyaning Intelligence Online nashrining xabar berishicha, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainadagi ayrim F-16 qiruvchi samolyotlarini amerikalik va gollandiyalik uchuvchilar boshqarmoqda. Qiziq tomoni shundaki, bu pilotlar Ukrainadan oldin Yaqin Sharq, shuningdek Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarda ishtirok etgan va ular asosan uzoq davom etmaydigan, vaqtincha tuziladigan shartnoma asosida janglarda qatnashadi. Qolaversa, ularni hech biri rasmiy unvonga ham ega emas. Bu degani ular Ukraina qurolli kuchlari safiga kirmaydi degan gapdir. Intelligence Online nashriga ko'ra, aynan shu holat, ya'ni g'arblik uchuvchilarni Ukraina armiyasi safiga kirmasdan turib, Rossiyaga qarata, to'g'rirog'i Rossiyani frontdagi pozitsiyalariga qarata o't ochishi, frontni keyingi nuqtasini Yevropaga ko'chish ehtimolini oshiradi va Moskva hozirda bu bo'yicha g'arbdan rasmiy javob kutmoqda. Endi Germaniyada Ukraina kutayotgan Patriot tizimlari va raketalari tugaganiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Germaniya tashqi ishlar vaziri Johann Wadephulni Deutschlandfunk radiosiga bergan intervyusida ochiqlashicha, Berlin Kiyevga bundan keyin hech qanday havo mudofaa tizimlari yetkazib bera olmaydi. Chunki Johann Wadephulning aytishicha, Germaniyaning havo mudofaa tizimlari zaxirasi tugadi. Uni ta'kidlashicha, bugungi kunda Patriot tizimi uchun raket Kiyevga to'g'ridan-to'g'ri Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan yo'lga qo'yilgan liniyalar orqali Qo'shma Shtatlardan yetkazib berilmoqda. Ammo shunisi borki, bu raketalar uchun pulni Trampni talabiga ko'ra yevropaliklar to'lab bermoqda. Eng katta moliyaviy yuk esa Johann Wadephulga ko'ra Germaniyani zimmasiga tushgan. Unutganlar uchun eslatma, sal oldinroq Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Germaniyada Ukrainani havo mudofaa tizimlari borasida qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari deyarli qolmaganini tan olgan edi. Johann Wadephul esa 16-fevral kuni bu masalaga birato'la nuqta qo'yib berdi. Endi Polshada Ukraina urushi bilan bog'liq yirik muammo yuzaga kelayotganiga aloqador axborotga to'xtalamiz. Rech Pospolita agentligining xabar berishicha, Varshava Ukrainadagi urush tugashidan Yevropani boshqa davlatlariga qaraganda ko'proq qo'rqmoqda. Negaki, tinchlik bitimi imzolangandan keyin Ukraina frontida harakat qilayotgan polshalik yo'llangan askarlar o'z vataniga qaytadi. Polsha politsiyasi bosh qo'mondoni Marek Baronni 16-fevral kungi o'z bayonotida aytishicha, urush tugashi bilan Ukrainadan polshalik yo'llangan askarlar bilan birga zamonaviy qurollarni kirib kelish oqimi ham oshadi. Bu esa Polsha va Yevropa hududidagi turli jinoiy guruhlarga qo'l keladi. Tabiiyki, ularni qurolga bo'lgan talabi ham oshadi. Bu talabni esa Polsha chegarasi yoki Polsha orqali Ukraina qanoatlantirishi mumkin. Shuningdek, general Marek Baronga ko'ra, Ukraina urushini yakun topishi bilan Yevropada narkotik va psixotrop moddalar bozori gullab yashnashi mumkin. Negaki, general Marek Baronning urg'u berishicha, Ukraina hududida bugungi kunda front uchun niqob ostida noqonuniy faoliyat olib borayotgan narkotik va psixotrop moddalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'z mahsulotlarini Polsha orqali Yevropaga chiqarishga harakat boshlaydi va Varshava bunday holatga tayyor turish kerak. Boisi, tinchlik o'rnatilgandan keyin Yevropada bu tinchlikdan eng ko'p talofat ko'radigan davlat Polsha bo'ladi. To'g'rirog'i, urush yakunidan keyingi ssenariy Varshavaga qimmatga tushishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Union agentligining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilgi statistika bo'yicha Polshada 4,35 million ukrainalik istiqomat qiladi va ularning 780 ming nafardan ortig'i Polshada ishlaydi. 998 ming kishi esa rasman qochoq maqomiga ega va Varshava o'sha 998 ming nafar Ukraina fuqarosini boshpana bilan ta'minlagan holda ularga har oy ijtimoiy yordam puli to'lab kelmoqda.
Endi Xorvatiyani, Vengriya va Slovakiyani Rossiya nefti tranziti bo'yicha iltimosini rad qilgani haqida qisqacha so'z yuritamiz. Bild agentligining axborotiga ko'ra, Xorvatiya 16 fevral kuni Vengriya va Slovakiyani murojaatiga qaramay, Rossiya neftini Adria quvuri orqali tranzitiga ruxsat bermagan. Xorvatiya iqtisodiyot vaziri Davor Shushnarning bildirishicha, Yevropa ittifoqi davlatlarini Rossiyani arzon neftiga ayni paytda texnik jihatdan bog'liqligi yoki qaramligi mavjud emas va Xorvatiya Rossiyaning arzon neftini urushni moliyalashtirish deb hisoblaydi. Shu bois Zagreb bu sxemada ishtirok etishdan bosh tortadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.